Lübu neyim için üç parçalık haqida qısarki bir tangdaşsız palvan. Neyim için Peygamber'da şartsiz birinci orunga tuzuldu bu yerki Lü Fonşen. Bu mezmun qiziqadigan do'stlar bir tal yaxshi suratga o'tib davomini anglaylik. Hamda Lübuning doim shartsiz birinchi orunga tuzilishininki mundaq ikki cho'ng jang va ikki cho'ng paket va. Birinchi cho'ng paket hammamizga tunishlik bo'lgan Xulaganda Yuanshao boshchiligidagi 18 taraf qo'shini Dungjo qarshi ko'tarilib chiqqan vaqtning o'zida Wenjojang Huashong, Naysovchi Huashongni qatl qilib bo'lgandan keyin Lübu 100 nar tortib keldi. Shu vaqtning o'zida endi Sayyingjan Lübu chiqdi. Shunami? Endi bu uch qahramonning Lübular nima qilib ko'tirdi deganda bu jangning oldidagi jang va bu qanday sharoitda bu uch tankilamdi degan gap bor. Mananlab biqinlar bu jangning qanchalik qiyinlik darajasi borligini televizor teatrida ko'rib sizlar his qilamagan. Men hozir yesh biray. Lübu bu uchaylar bilan tang jang qilishdan burun oldida endi 4 marta jang qilib bo'lgan. Birinchi qatim Fang Yue deydigan bir dangliq bir sarkarda chiqdi. Bu Lübu bilan 5 marta tutishmaylar Chilan turuqning ostida jon berdi. Fang Yue'ni o'ldirgandan keyin Lübu Wang Feng deydigan bir sang'unning o'zining qo'shini bilan hammasini biraqla qirvatadi. İkinci sarkarda Mo'shun deydigan birisi yana o'zini chaqlamayli chiqdi. Lübu buni bir martamda kallisini yvatadi. Bir martamga yaramay qoldi bu. Uchinchisi Beihai Shaito Kunglungning sarkardasi Wuango deydigan bir botir sang'un chiqdi. Oshib o'lgandan keyin endi men chiqib urisha bu Lübu degan o'ylanda bu aqsa chiqdi. Lekin Lübu bilan 5 martam tutishmaylar. Bu mu kallisdan ayrıldı. Hem de şu vaqtimizda yeni hech kim chiqishga paytinamay aran qalgan vaqtimizda kim chiqdi desanlar sizlar o'ylab bakmagan Gungsunzan o'tirg'i chiqdi. Gungsunzan 100 o'tirg'i chiqib Lübular 20 martamdan ortiq tutishdi. Biroq 20 martam tutishmaylar bu aniq ojiz kelib qoldi. Lübu tankilanmay qoldi. Yengilib qolib tas qilib o'zining jinni ep qochdi. Lübu chilan turuq bilan chaqmoq tizigida qo'g'lab buni kaynidan nayzur o'ltirib atdi. Tas qolganda bizning Zhang Fei birodar o'tirg'i chiqib Gongsunzanni qutuldirib qoldi. O'sha yerda qustirib bitay. Nima uchun 18 taram qo'shin tarqalgandan keyin Gongsunzan Liu Bei'ni shunda ineyim deb o'zining qishida ep qolganligini endi tushundinglarmi? Nimishqa boshqa bayliklar ep qilmay Gongsunzan ep qilib voy adachi so'yadash deb qishida ep qoldi. Chunki shu vaqtimizda Zhang Fei Gongsunzanning hayotini qutuldirib qolgan. Shuning uchun ma'ning rahmat aytish uchun Gongsunzan buni qishga aytgan. Endi Zhang Fei chiqiblar Lübuning naysini qanqib etib, shirdak nar tortib tillaydi-ku, "Sen Xinjiangni" deb, "Uch urug'li qo'l" deb tillaydi. Shuning bilan bu vaqt Lübu Zhang Feining botirligi, uning shuncha odam o'lib bo'lgandan keyin yana o'zini qo'rqmay mushtaq sat haqoratli gaplardan tilligini ko'rib, qattiq ochiq keldi. Qattiq g'azab keldi. Shuning bilan Zhang Fei bilan ikkisi shirdak 50 martam tutishdi. 50 martamgacha bu yerda Zhang Fei bo'sh kelmaydi. 50 martam tutishib bo'lgandan keyin Lübu ustunlikni egallaydi. Zhang Fei yengilib qoldi, tas qoldi. Endi bu vaqtning o'zida Guayuchang buni qarab turolmay qoldi. Shuning bilan bu Zhang Feining o'lib oz qolgani Guayu shirdak nar tortib keliblar, Lübu bilan jang qildi. Guayuning nayt haqavurligi, nayt botirligi, hech kim ko'z yilmaydiganligi, asosan jangni baldurli oxirlashtirganligini bilsizlar. Guayu chiqib Lübu qilch rahm qilmaydi. Qilch rahm qilmay nayt qattiq jang qildi. Bu ikkisi 30 martam tutishib, yengilish ayrilmaydi. Shuning bilan o'ng'icha Zhang Fei o'zini o'ngishib oldi-da, nayzlarni aklab, kiyimlarini tuzashtirib, o'zini bir o'ngishib olgandan keyin bu jangga kirdi. Bu ikkisi jang qilibmi ustunlik erisholmaydi. Mishar his qilsanglar bo'ldi. Bu ikkisi tang Lübu bilan tutishgandan keyin Guayu Zhang Fei'ni sen chekinib ketgan demidi. Zhang Fei mo o'zligidan chekindi. Demak, bu ikkalisi o'z yolg'iz Lübuga tankilanmaydiganligini tamoman his qildi. Shuning uchun ikkisi tang tutishdi. Endi bu ikkisi tang tutishib yana bir taxminan bir 50 marta atrofida o'ynagandan keyin Liu Bei qo'sh naysini ko'tarib bu jangga qatildi. Liu Bei Lübuning ko'nglini tutib olish uchun degan yana bis qildi. Lekin eng oldi bilan hargizmi Lübuning ko'nglini tutib olish emas, ma ikki inisini yorilib qolmasin, o'lib ketmasin deb ma ikki inisidan ansirab avval kirdi. Endi bu ikki jangga kirib ustunlik erishgandan keyin aninkaydan Lübuga deydi. Lü Sang'un, ma uchimiz sizning jiningizni asalli ola olmaymiz, biroq sizga rahm qildik. O Dungjo degan ma'nodagi munofiq tursa, sizga botir sarkarda anda qilsangiz, manda qilsangiz deb Liu Bei yana azroq vijdon paranglarini qilib, bu yerda Lübuni tutmoqchi bo'ldi. Endi demak, mush jangga qarasaqlar, bu yerda Lübu bu uch bilan tutishdan burun
4 adam bilan jang qilib bo'lgan. Mala 5-qatim kirgan 3-si. Demak, Lübuning mush janglardan burunla Tilis xil xo'rgan, xil bir ishlardan keyin ma uchidan orqa-marq tutishdi. Yenila bu uchining qulda jon taslim qilmay, garchi azroq yengilib qolsa, yana sog'-salomat keta oldi. Demak, Lübuning bu jangini boshqa payg'ambar hech qanday bir sangun qololmaydi. U Guanyu bilan Zhang tang hujum qilsa, Lübeni qatmay tutib qo'yib qolasizmi? Chunki payg'ambarning oldida 24 sangunning har qandigini mashqisi birdan manchilar yer chiltib atalaydi. Endi ikkinchi bir cho'ng jang Huyang jangi. Endi bu vaqtimizda Lübu bilan Sav o'ttirsidagi jang. Endi Lübu bilan Sav o'ttirsidagi jang bo'lgan vaqtimizda albatta Savdagi Batur sanğını Shuchu oldi bilan jangga chiqdi. Shuchu Lübu bilan 30 marta urushiblar, yengilib qag'il tas qoldi, o'lgil tas qoldi. Savsavı bunu ko'rib yetdi. Shuning bilan Sav ishning chatoqligini tanlab, darhalla buni keyinga ulab Shahuyan Akufqila, Lidian, Lijon qatorliq bo'lib, buning 6 sanğını Lübu bilan teng tutishtirdi. Qaranglar. 6 bilan teng tutishtirmayapti Lübu. Chunki Sav Sayingjan Lübuni ko'rgan, Lübuning yomonligini biladi. Shuning bilan bu orqa-marq 6 sanğını chiqarib, Lübuning qoldirmoqchi bo'ldi. Lekin Lübu mush 6 bilan jang qilibmi, yengilib qolmaydi. Endi mush vaqtning o'zida bir 20-30 martadan tutishiblar Shuchuninki yengilib qolganligi, o'lib ketmasin deb qolgan 5-tang jang chiqargandilla Shuchu Lübuning qilchi raqibi emas. Bu Sav qolgan 5 sanğını bir xil jangga qatmaydi. Junami? Shuchuni o'lib ketmasin, Lübun saraq mag'lub qildi deb 6 jang qilyapti. Demak, mush 2 jangga qarasak, bu 2 jangni bütün 3 parçalık hakkında kısatki 24 sanıqının hiç qaysi Lübu'dan başqa hiç kim qalanmaydı. Şunun için tarixten bu yan Peygamberda Lü Fengşan şartsiz birinci orunga tizilib kelgani müşahada. Endi Lübu'nun alammarini namoyon qilgan yeni bir katta bir ish var. Mashqisidan boshqa bildiganlar bir piyonlik qilib qo'yinglar. Hashtag bo'janda mushuni so'zlab beray. Yaxshi bo'lgan do'stlar, dastimni go'nja qo'yinglar. Rahmat.